Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana biz Samarqand viloyati Jomboy tumani stadionidamiz. Mana futbolistlarimiz misli ko'rilmas muvaffaqiyatga erishdi. Shu munosabat bilan mana prezidentimizning odilona siyosati tufayli mana Jomboy tumani hokimimiz tashabbus ko'rsatib, erta 10-chislo kuni O'zbekiston terma jamoasi Qatar bilan bo'lib o'tadigan uchrashuvni mana shu yerda xalqqa bir nima deydi, foydali qilib, mana shu yerda stadionda 1000 kishilik joy tayyorlanyapti. Ya'ni futbolni mana shu yerda onlayn turib monitorda ko'rish uchun shunaqa qulaylik yaratib beryapti mana Jomboy tumani hokimi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir mana shu yerda remont ketyapti mana. Nima demoqchiman? Futbolistlarimiz, siz o'ylamaysiz, xalq sizlarni poddeshka qilib turibdi bu yoqda. Nima deydi, front ortida deydi-ku. Shunga o'xshab mana mehnat qilib yotibmiz mana shu yerda. Sizlarni sharofatlaringiz tufayli. Dalchi bosingizlar, nasib bo'lsa inshaalloh mana jahon chempionatiga chiqdik va nasib bo'lsa bir kun chempion ham bo'lamiz, dunyo chempioni bo'lamiz. Olg'a bosingizlar.